36 yoshdan keyin nuqsonli homiladorlik tug'ishi ehtimoli juda ham ko'proq hisoblanadi. Nimaga yosh ahamiyati bor deb aytamiz homiladorlikda? Homilani rejalashtirishdan oldin yoki homilador bo'lgandan keyin yosh ahamiyati bor deb aytamiz. Hozir bitta homiladorim keldilar. 40 yosh ham emas, 35 yosh emaslar, даже 45 yoshlar. Bosh miyasiga kelsam mana bunaqa holatda. Umuman rivojlanmagan. Mana miyachalari o'rnida to'la suyuqlik. Bosh miya vazifasini bajarmayapti. Bu bola nuqsonli, nogiron bo'ladi. Chunki bosh miya bajaradi hamma narsani. Miyachalarimiz orqa miyada o'zgarishlari bor. Bosh miya umuman holati yaxshi emas. Va shu bilan birgalikda bu kasallik обязательно позвоночникda, ya'ni umurtqa pog'onasida defekt bilan, grija bilan, churra bilan tug'iladi. Bular ikkalovi baravar keladi. Arnoldekiyariya deyiladi bizning tilimizda, nuqsonli homilador. Ham umurtqa pog'onasida defekt bor, orqa miya tashqariga chiqib qoladi va bosh miyada to'g'rilab bo'lmaydigan juda katta anomaliya, nuqson aniqlanyapti. 36 yoshdan keyin nuqsonli homiladorlik tug'ishi ehtimoli juda ham ko'proq hisoblanadi. Homilador bo'lishdan oldin analiz topshiramiz va homilador bo'lganni ilk haftalarida, даже hozir 8 haftadan ham aniqlasa bo'ladi homilada qanaqa nuqson yuzaga kelishi mumkin. Og'ir bo'lsa ham aytaman, bu homila to'xtatiladi. Chunki bu nuqsonni to'g'rilab bo'lmaydi. To'g'rilab bo'lmaydigan, ya'ni korreksiya qilib bo'lmaydigan nuqson hisoblanadi. Sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmanglar, skrining o'z vaqtida o'tinglar. Sog' bo'linglar.